kutilgan homiladorliklar, kutilmagan homiladorliklar juda ko'p bo'ladi. Ba'zan kulaman, bu ozish gruppasimi yoki homilador bo'lishmi deb. Kutilmagan. Ha. Xo'p, yaxshi. Siz haqingizdagi ma'lumotlarni o'qiyotganda dietolog, chiziqcha, nutritsiolog. Keling, alohida bo'lamiz dastlab. Dietolog kim yoki dietologiya nima? Nutritsiolog kim? Nutritsiologiya nima? Shularni batafsil tushuntirib bering. Aynan dietolog bu parhezni turlarini o'rgatuvchi, parhez taomlarni o'rgatuvchi xasta, bemor odamlarga o'rgatadigan ovqatlanish mutaxassisi. Nutritsiolog aynan ovqatning tarkibi, undan tashqari insonga hujayra darajasiga singishga yordam beradigan va tanada yetishmaydigan nutrientlarni to'ldiradigan mutaxassis. Nutritsiolog dietologdan chuqurroqmi shunda? Ha, nutritsiolog Va qiyinroq. yo'q, qiyin emas. Bu soha ikkalasi baravar yuradi va bir-birini to'ldiradi desam tushunasiz. Dengizi yo'q mamlakatimiz. Biz nafas olayotgan havo boshqa ba'zi bir okean oldida joylashgan davlatlar havosidan farqli va u bizni yashash jarayonimizga bevosita va bilvosita ta'sir qiladi. Dietologlarning qarashlari bo'yicha biz nafas olayotgan havo bizga qanday ta'sir qiladi o'zi aslida? Bu foydami, zararmi mana? Shu joyda men yaqinda Bakuda bo'ldimda. Bakuda bilasiz, Kaspiy dengizini oldida joylashgan mamlakat bo'lgani uchun ovqatlanishda e'tibor berdim va umuman molga bordik. Bakuda juda ham katta o'sha shopping markazi bor va o'sha markazda shunchaki kuzatib, ortiqcha vaznli insonlarga endi ko'zingiz tushadi-yu. Bizda o'tirib kuzatsangiz, har 10 ta ayoldan kamida 5 ta yoki 4 tasi ortiqcha vazn. Ishoning, 10 ta ayoldan 10 tasida ham ortiqcha vazn ko'rmadim. Men shunaqa hayron qoldim va ovqatlanish tartibini o'rgana boshladim. Zavtragini, ujinini, ularni ovqat yeyishini oldida meni ovqat yeyishim xudo ochko'z ovqat yeyishida edi. Nima uchun? Chunki ularda ochlik yo'q deyarli. Och qolmaysiz. Men o'zim ham shunaqa bo'lib qoldim. Ya'ni men shunda ya'ni bizda aynan ishtaha ancha qarnay. Boshqa mamlakatlardan ko'ra o'zimiz balkim bu narsani sezmaymiz. Men buni yod tanqisligi bilan ham bog'ladim. Balkim dengiz oldi mamlakati bo'lgani uchun ularda yod defitsit yo'q. Bizda esa depressiv bizda yod masalasi. Ha, juda ham kam. Hamma insonda yod tanqisligi bor va yod preparatlarini qabul qilish baribir tabiiyga yetmaydi-da. Men tashqaridan iste'mol qilganda, siz ham masalan yodimari ichib yurmaysiz. Nomiga. Men ham ichmayman. Ya'ni buni hamma ichish shart demayman, lekin bizda o'sha defitsitlik tabiatan bor. Ya'ni to'lmaydi. Kamchilik bizda bor. Aynan mamlakatning joylashuvi haqiqatan insonlarning tana vazniga ta'sir qiladi. Men shu narsani yaqindan angladim. Agar biz ham dengiz oldi mamlakatlarda bo'lsaydik, sohillarimiz bo'lganda, agar bizda ham aynan dengiz mahsulotlari arzon bo'lganda va har doim ratsionimizda bo'lganda edi, bizni ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlarimiz kamroq bo'lardi. Dengiz mahsulotlarini ortiqcha vazn to'plamaslik xususiyati qanaqa? Albatta, chunki ular oqsillardan juda ham ko'pi oqsillardan iborat va bizni aynan ozish jarayonimizda ular juda ham kerak. Bizda esa qimmat. Chunki ya'ni hamma ham sotib olib yolmaydi-da. Imkoni yo'q. Ha. Shuning uchun aynan dengiz yoki mamlakat o'rin joylashuvini aynan shu narsa bilan asoslasa bo'ladi-da. To'g'ri, bizni havomizga iflos ham deya olmayman, lekin dengizni oldidagi mamlakatlarning juda ko'pida aynan yod tanqisligi kamroq bo'ladi. Bizda esa ancha yuqori. Shu bilan asoslayman. Ikkinchisi bu stress. Ya'ni bizning mamlakatda haddan tashqari ijtimoiy muammolar ko'p. Ya'ni ayollarni shunaqa darajada 4 tomondan o'rab olishganki, uning farzand ko'rishi, tez bo'lishi, yokida uning o'qishga kirishi, qaysidir kasbni egallamas, yokida taom pishirishni bilishi, xullas uning majburiyatlarini yelkasiga majbursan deb ilib qo'yamiz. Va sekin-sekin bu paymonasi to'ladi. Eng qizig'i bu ayovsiz zanjir. Ya'ni o'sha qiz shu muhitda katta bo'ladi va shu muhitdagi qizni katta qiladi. Ya'ni bu zanjirni faqat ilm uzadi. Ya'ni ovqatlanishga stressning ham aloqasi bor. Endi siz aytayotgan masalalarning juda ko'pi, ijtimoiy muammolarning juda ko'pi ham ilmsizlik, ham iqtisodiy muammolarga borib taqaladi. Ya'ni men ko'p intervyularimizda aytaman, ya'ni iqtisodiy muammosi bor odam
eng avval shu muammoni hal qilishga harakat qiladi. Ya'ni xolodilnikni to'ldirishga, to'g'rimi? Dasturxonni to'kinroq qilishga va ana undan keyin agar vaqti yetsa, uyqusi kelib qolmasa, deylik muammolardan qutulsa, keyin ilmga, boshqa narsaga harakat qiladi. Bizdagi iqtisodiy depressiya, ya'ni ijtimoiy iqtisodiy depressiya bu odamlarimizni ovqatlanishidan tortib kiyinishigacha, psixologiyasidan tortib uxlashigacha ta'sir Endi qiladi. sizga shu joyda savol. Nima uchun boshqalarni hayotida yashashni afzal ko'radi? Aynan shu iqtisodiy muammosi bo'lsa. Ya'ni bizni ayollarda shu narsa bor. Nima uchun unda bor, menda yo'q? Shu insonni o'ldiradi, shu insonni jarlikka otadi. Nima uchun uning qomati bunaqa, menda yo'q? Ya'ni solishtirish, taqqoslash. O'zini taqqoslash. Ha, bu yerda uning minayotgan mashinasi, bu yerda uning darajasi, bu yerda uning baxtliligi, xullas hamma narsani biz solishtiramiz. Eng qizig'i solishtirish esa bizdagi samootsenkani tushiradi. Menda yo'q degan narsa o'sha hasadga ham olib keladi-da. Albatta ko'ra olmaslik, o'zidan o'zi qoniqmaslik va bu bizni nafaqat ayollarimizda, butun boshli 36 million aholimizni qariyb 80-85% kuzatiladigan holat. Ya'ni ba'zi bir kam odamlardagina bu narsani ko'rmaysiz. Ular ham nima uchun? Yo chetni ko'rib kelgani uchun, yo ko'p o'qigani uchun, qaysidir bir argumentlar evazigagina buni tushungan. Juda ko'pchilikda esa o'zini o'zi taqqoslash juda ham yuqori.